Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Bugun Andijonga Yevropa yulduzi Julian Draxler boshchiligidagi mashhur Al Ahli jamoasi tashrif buyurdi. Barchamizni qiziqtirayotgan savol: Andijon shunday kuchli raqibga qarshi nimalarga qodir? Al Ahli safida katta tajribaga ega futbolchilar bor. Ayniqsa Draxlerning texnikasi va o'yindagi yetakchilik fazilatlari raqib himoyasi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Ammo unutmang, bu o'yin Andijonda o'tkaziladi. Uy maydonida o'ynash katta ustunlik. Muxlislarning qo'llab-quvvatlovi futbolchilarga ikki hissa kuch bag'ishlashi mumkin. Yana bir eslatma, kecha Nasaf o'z o'yinida mag'lub bo'ldi. Endi esa barcha ko'zlar Andijonga qaratilgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Tajribali Al Ahli ustun keladimi yoki o'z maydonida ruhiy ko'tarinlik bilan o'ynaydigan Andijon g'alaba qozonadimi? Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'lingizlar.